g'am emas. Zikrda aytish g'am emas. Bir to'rt qator bir narsani o'qish yoki yodlash g'am emas. Allohning diniga bir xizmat qilishlik g'am emas. G'am nima? Bola chaqa, tirikchilik. Allohni unutib qo'yib, faqat dunyo deb yashayotgan odamlarni qarasanglar, Alloh taolo shunday qilganki, bularni mana shu g'amdan boshqa narsaga vaqti yo'q. Ota-onasini kunda borib xavoragani vaqti yo'q. Ish ko'p. Siyla rahimga vaqti yo'q. Ish ko'p. Bir tabiat qo'yniga chiqib dam olib kelgani vaqti yo'q. Ish ko'p. Bola chaqasi bilan o'tirib ujin qilgani vaqti yo'q. Ish ko'p. Rossiyada yuradi, bir haftada bir marta telefon qilib qo'ygani vaqti yo'q. Nimasi ko'p? Ish ko'p. O'sha otangga bir hafta bir marta telefon qilib qo'ymasdan onangga ishing zo'r bo'lib ketyaptimi? Tushunarlimi? Faqat dunyo, faqat pul deb yurganlar, Allohni esdan chiqarganlarni Alloh taolo shunday qilib qo'yganki, shu dunyo ishidan boshqa narsaga umuman vaqti yo'q. O'zini sog'ligiga qaragani ham vaqti yo'q, trenajyorga borgani ham vaqti yo'q, futbol o'ynagani ham vaqti yo'q, o'zi xolagan ishlarga vaqti yo'q. Nimaga? G'am noto'g'rida. Tavfiqni 7-alomati eng katta g'am tashvishing, birinchi g'am tashvishing Alloh taoloning roziligi, oxirat bo'lish kerak. Bu dunyo hayotini oxiratning ekinzori deb bilayotgan bo'lsang, bu dunyo hayoti mehnat hovlisi ekanligini tushunayotgan bo'lsang, bu dunyo hayotiga aldanmayotgan bo'lsang, bu dunyo hayoti oxirat hovlisi uchun tayyorgarlik maydoni ekanligini bilayotgan bo'lsang, mana shunday e'tiqodda bo'lgan bo'lsang, sen tavfiqning ishidasan. Alloh taoloning ulkan tavfiqi seni qo'lingda turibdi ekan.